Kaoşin şehri. Zerekçaqlarning qimmatli kitobini izlash uchun Xaybov atritidagilar davomliq sharqqa qarab ilgarilamoqda edi. Bu chog'da ular nihoyatda qiziqarli bir maydon musobaqaga uchrab qoldi. Kaoşin shahrining zerak jabduqlar musobaqasi. Riyosatchilik bek ko'ngillik, shunga men qilay. Shuni jakarlaymanki, zerak jabduqlar kashfiyot musobaqasi hozir boshlandi. Zerak jabduqlar qandoq bo'ladigandu? Немешқа гумпу мұсабықсы өткізілмейді ғанды. Шындақ болған болсын мен бірінші болаттым. Хейт! Хейт! Кичик қасқаман түсібәлі кичек құрса қалсан тоймайды. Юғаманды кешіп қағала bağımыды. Tövende bu kitaplı musabıqının bahalıqçıları meydana çıkıdı. Mənisiz. Kimnin keşfiyatı bolsa hazır meydana ip çıksa boludu. Qaysınla qıldınla? Nemi degan çoğutqum şakili bu? İş görmegen köp tengir qatta degen şuda. Bu çoğum adet tutqum şakilamen. Bununla bahalıqçılar qandaq numur qoysa bola? Miau. Şendim. Bahalıqçılar bu zerek yuyunuş esabı bekli setken. Fakat 59 numur berildi depti. Nima? O aniqli bu yuyunuş esnab asan buzilib ketadi degan tursa. Agar Burutuq doktor o'zining kashfiyotini ko'rgazma qilsa, cho'qim yuqori nomerga erishalaydi. To'g'ri bebey, Burutuq doktorni chaqirg'in. Shundoq, o yengib olsa, yuqamantiq erishishimiz mumkin. Sen ishni bilasan, ha? Men hozirla Burutuq doktorni chaqiray. Dido tangatti. O kalva paransamma, men aram bir deganda uxladim. Meni doim kalva deysiz. Mening narim kalva ekan. Zerak jabduqlar kashfiyot musobaqasi. Men musobaqada yengib chiqib, boshqa o'zimning hargizmi kalva emasligimni isbotlab beraman. Yo'q, aniqiz, yana paran soldigan bo'lsam, men sening paylaringning hammasini ko'ydirayman. Boshqa xush xabar. Emese ular yaxshi kayfiyatlarni yig'ib mening berib ilinishimni kutib etibdi-da. Başlayaq, biz qachon boramiz? Nimaga aldiraysan? Avval ular yaxshi narsalarning hammasini chiqarsin, ha? Tövende ko'z yoshli tulka o'zining kashfiyotini ko'pchilikning huzuriga sunadi. Burutuq doktor nemishqa texi chiqolmaydigandu. Boshliqni chaqirish asnosi buzilib qoldimi nima? Burutuq doktor cho'qim uxlayotdi. Chu-chu. Chu-chu. Bunun 30 numari. 60 bo'ldi. To'g'ri. Yig'lango tulkining zerak qo'g'dash gullikining eng oxirida erishgan numari 60. Burutuq doktor endi kelmaydigan bo'lsa, musobaqa oyoqlashib bo'ladi.
nima degan vat ablah bu? Ha? O aslida o'zini ko'rsatishga amroq, ham rahimsiz xislat bo'lgan emasmi? Ma'nisiz. Onun uxultish oqyasi 80 numaraga erishdi. Onunga yana jang e'lon qiladiganlar bormi? Balalarim, men keldim. Yaxshimisizlar? Doktor, oxiri keldingiz. Doktor! Doktor, bu yerda kashfiyot musobaqasi o'tkazilyapti. Siz tezroq g'alaba qilib, men yo'g'onmanda mukofot yeb bering, ha? Bu xil to'g'riliq darajasi yuqori asbob biror zirakcha xatarga yo'liqsa, u avtomatik signal beradi. Albatta, uning ichida yana barliq zirakchalarning mijoz alayliklarining materiali bor. Pipi. Pedrozavr, tez bu yoqqa chiq. Vah, 200 numar. Acaba bu qitimqi musobaqaning eng yuqori numeri bo'ladimi? Shundoq abjaq kashfiyotni bo'ladi ekan desa, ajab achchig'im keldi. Burutli qeri, omaq aqlliq yo'g'on ig'iz, hargiz ham o'tirib qo'ymaydi. Yaxshi. Endi oxiri bizning maydonga chiqadigan vaqtimiz bo'ldi. Yo'g'on ig'iz, yana nima ketganda? Kalva. Ay, bu kalva yana menga avazini tep berdigan bo'ldi, to'lachig'ini keltirma. Mening sevimli kashfiyotim bo'lgan biliq konservasi shaklli uchish asbobini tunishtirib berishimga ruxsat qilgaysizlar. Uni kashf qilishimdagi sabab mening kichik kunda sig'inadigan biliq konservasi yemaganligimni xotirlash uchun. Miau, miau. Ma'nisiz. Ma'nisiz. Oh, Tanrım, Antoine numara oxiri barliq keldi. Qanday mumkin bo'lsin? To'xtang, bu degan mening eng muvaffaqiyatli, eng yaxshi ko'radigan, eng mukammal kashfiyotim bo'lgan biliq konservasiya yasash mashinasi. Lekin uning texi faqat 0.1%lik. İlanga mende kelishgan cho'chonning surati besilganligan bu cho'qon yuqori numaraga erishidi. Ozroqmi omaq emaskan? Yanıla haybov eng kelishgankan. Uni yaxshi ko'rsangiz, buni uningga sovuq qiling. Nima degan ta'sirlik bu? Bu mumkin emas. Men kelishgan tursam biliq konservasiya yasash mashinasi cho'qim yuqori numaraga erishishi kerak. Ma'nisiz. Miau, miau, miau. Miau, miau. Baholag'uvchilar maslahatlashish orqali cho'cho bilan yo'g'on ig'izning kashfiyoti bek nachar bo'lg'achqa numar berilmadi. Haybov atirdilar, oldirib xush bo'lib ketishma. Faqat boshliq magnitlik qarshilik qilish asbobini qo'zg'atsalar, barliq zirakchaqlarning hammasi bizning gapimizni anglaydi. Biz qarab turamiz. Agar qalaymiqan ish qiladigan bo'lsang, kelar qitim seni rosa ahmoq qilaman. Endi barliq zirakchaqlar mening bo'ldi. Boshliq, ular sizlarga qiladi-ku. Yo'q, anaqa bu narsaga zotin nima bo'ldi? Bu
necha kundan oldida buzib qaqashqa men uni azroqlar remont qilgan edim. Nima dedim? O kalvat, döt! To'xta! Boshliq mang'arayim mang'arayim qiling. Eski çocuğu ahır ketdi. Yuğan yığız bekli biçarı ekan. Çoğ daim onu bozak qiladi ekan. Bu riyosatchilik ishxonasidagilarning chempionga tayyorlagan mukofoti. Bu iznakka erishgan odam yana texi Gavshin shahrining sharafli shahri olisi degan nomga erisha oladi. Nima degan qaltis? Bək yaxşı boldu. Mən şərəflik şəhər ağlısı boldum. Sorab baksam, şereflik şehir ahalisi degan namdan başka yeni bir mukafotlar bormi? Mesela Yuğamanta degandek. Alayda soğumuz bo'lgan o'riqil tushchini sizga sovuqqin emas. Ben şunçalik satma.